muammo munosabatlarda nimadan boshlanadi? Ayollar uyda o'tirib zerikib qolganidan biror narsani xohlasa eri ruxsat bermaydi. Qaysidir ishni boshlayman desa, nima qilasan, sen baribir eplay olmaysan. Sen hech narsani bilmaysan, sen tovuq miyasan deydi. Qanaqasiga? Siz aslida ayolni shu darajada qadrsizlantirib, o'zingizni qadrsizlantiryapsiz. Meni oldimda bitta yostiqqa bosh qo'yadigan inson tovuq miya. Siz o'zingiz shunga loyiqmisiz? Bir so'rangchi shu narsani o'zingizdan. Xoh ayol bo'lsin, xoh erkak bo'lsin, siz juftingizni qadrsizlantirib haqorat qilyapsizmi? Aslida o'zingizni haqorat qilyapsiz. Chunki siz u bilan bitta yostiqqa bosh qo'yapsiz, u bilan yotyapsiz, u bilan ovqat yeyapsiz, bitta farzandlarni katta qilyapsiz. Va bu bilan siz bolalaringizga qanaqa o'rnak ko'rsatyapsiz? Bir tomonda ota aqlli, ona ahmoq degan tushunchada muvozanat bolada qanday paydo bo'ladi? Bir tarafim ahmoq, bir tarafim aqlli deydimi? Bola o'zini yo'qotib qo'yadi.